Do'stlar, O'zbekistonda yangi avtomobilning eng birinchisi bu chiqadigan avtomobillarni Kia K3 avtomobili O'zbekistonda polностью ishlab chiqariladi. Ayrim zapchastlari boshqa davlatlardan keladi, 4 ta 5 ta davlatlardan kelib O'zbekistonda yangi ishlab chiqariladi. Narxi $20,000 atrofida. 4 xil pozitsiya ko'rsatyapti, 5 xil rangda chiqadi. Uzunligi 4 metr 54 sm. 6 pog'onali avtomat korobka yoki 6 pog'onali mexanik korobka. Rullarni qaranglar, qanaqa zo'r bo'ladi. 123 ot kuchli yoki 100 ot kuchli, biri 4 va biri 6 bo'ladi. 15, 16, 17 lik disklar bilan jihozlanadi. Do'stlar, bagajda obyomi 544 litr. Bu yerga 100 talik yoki propan tabletka ballonlar ham qo'yib haydasangiz bo'ladi. Baribir qo'yadi, sanatada qo'ygandek. Bunda ham xuddi shunday har doim qo'yib haydashi mumkin. Bir yilda 100 mingta avtomobil chiqarilar ekan. Aynan mana shu liniyada 100 mingta avtomobil. Tasavvur qilinglar. O'zbekistonda qancha talab bo'lsa, hammasini bemalol qoplaydi. Mana bu yerda ballonni kichkinasi, tepasida lyuki yo'q. Unisida lyuki bor edi, bunisida lyuki yo'q. Ko'rasiz, orqada yana boshqacha pozitsiyalari bor. Ularda masalan bunda lyuki yo'q. $20,000 qanday o'rtoqlar? Shu avtomobil uchun Kia K3 avtomobili. Kia K5 qimmat edi, Kia K boshqalari arzon edi, masalan Sonet. Aynan bu o'rtasi bo'layapti o'shan. Kolba Gentralarning o'rniga mana shularni haydasa ham bo'ladi.